mana bizni Xitoyga bo'lgan safarimizni yakunlab oxiri Qirg'iziston chegarasidan O'zbekiston chegarasiga qarab yo'l oldik. Nima desak bo'ladi? Xitoyda Telegram, Instagram shunga o'xshash anaqalar ishlamas ekan. Sim karta sotib olib o'zini programmasi bor, o'shanda ishlatish kerak ekan. Shuning uchun biz sizlarga aloqaga chiqa olmadik. Mana hozir biz Qirg'iziston chegarasidan o'tib O'zbekiston Andijon tomoniga qarab yo'l oldik. Yana bitta narsa, O'zbekistondan Xitoyga bormoqchi bo'lganlarga birinchidan Qirg'izistondan mashinaga kelib Xitoy chegarasida qoldirib u yog'iga o'zingizlar mashina yoki avtobusga ketishlarga to'g'ri kelar ekan va u qimmatga aylanar ekan. O'zbekistondan Xitoyga borib kelish bir kishiga o'rtacha gostitsiyasi bilan bir $300 yaqin pulga aylandi. Unaqa qilmaydi. Eng yaxshisi samolyot ekan. Biz endi aylanib mana bunaqa tog'larni tomosha qilib, ekskursiya qilib o'shanga mashinaga chiqdik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Shu? Aka, nechi qo'ysiz? 2 qo'y.